To'g'risini aytsam, bunaqa qiziqarli transfer oynasini ko'rmaganman. Juda ham bir qiziqarli, ajoyib voqealar bo'lib ketyapti. Hozir boshlashimdan oldin bitta like, podpiska va repost tugmasini bosib qo'ysanglar, sizlarga batafsilroq tushuntirib beraman. 3 kun ichida ikkita transfer hal bo'lib, bitta transfer barbod bo'lib ketadi. Manchester United muxlislari ishonmagan bo'lar, chunki 3 kun uchun bunaqa ko'p voqealar bo'lishini hech kim albatta kutmaydi. Andrey Santos va Karl Darlow transferi hal bo'lgan, bilasizlar. Ederson transferi ham hal bo'lgan aslida. Hozirgi 3 tomonlama kelishuv bor, lekin tibbiy ko'rik qolgan edi. Fabrizio Romano xabar berishicha, Ederson tibbiy ko'rikdan o'ta olmadi. Ya'ni birinchi tibbiy ko'rik unda AQShda bo'lgan, shu Braziliyada jahon chempionatida yurgan edi va u qanaqadir yuzaki deb hisoblagan Manchester United rahbariyati, chunki unda o'tgan mavsumda Minsk jarohati bo'lgan, tizzadan bu tizzadagi o'sha qanaqadir to'qima, xullas shunaqa jarohat bo'lgan va u bu jarohatdan juda ham tez qaytgan. Ya'ni bir oyga qolmasdan bu jarohatdan qaytgan va shu narsa ularda shubha uyg'otgan. Shuning uchun ham birinchi tibbiy ko'rikdan keyin, ya'ni Amerikadagi tibbiy ko'rikdan keyin Manchesterda ham bitta tibbiy ko'rik o'tkazamiz va bunisi juda ham chuqur bo'ladi deb Atalantaga xabar berishgan va aynan shu tibbiy ko'rik bo'lib o'tdi. Romano xabar berishicha, Manchester United vakillari, ya'ni rahbariyati Atalantaga xabar bergan, biz Edersonni sotib olmaymiz, ya'ni unda o'sha muammolarni aniqlashgan. Sabab nimada? Manchester United rahbariyati bu jarohatni surunkali deb baholashgan va kelajakda keladigan xavflardan qochishgan. Ya'ni to'g'risini aytganda qo'rqishgan, yana kelajakda bu APL bosim kuchli, temp yuqori, yana jarohat bo'lib qolsa bu yetmaganiga tizza va juda ham katta yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin deb bu transferdan voz kechishgan. Endi bu Fabrizioni xabariga ko'ra. Endi eng qiziq joyi. Fabrizio Romanoni aynan shu xabardan keyin bir qator ingliz insayderlari bu xabarni rad qilishdi. United manbalari, Atalanta manbalari buni rad qilishyapti. Bu fake. Edersonni tibbiy ko'rik hali davom etyapti. Yakuniy qaror hali chiqarilmagan degan xabarlarni yozib chiqishdi va bu juda ham keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ya'ni Fabrizio Romanoga sal to'g'ridan to'g'ri ochiq jangga chiqib qolsalar deb muxlislar izohlarni yozdirib tashlashdi. Endi kuzatamiz. To'g'risini aytsam, men kutyapman. Eng ishonchli manbani kutyapman. Chunki bu transferni o'xshagani to'g'risida ham David Ornstein xabar bergan. Umuman o'zi ingliz insayderlari ichida ingliz jamoalariga insayt beradigan eng top insayder o'zi David Ornstein hisoblanadi. Xullas Ornsteinni kutish kerak. Boshqa iloji yo'q, chunki bu yoqda inglizlar uni rad qilyapti, italiyalar nari yoqda yo'q, bu transfer barbod bo'ldi deyapti. Qaysi biriga ishonish bilmayapti. Endi Romanoga ishonadigan bo'lsak, bu transfer barbod bo'lgan. Lekin bu yoqda ikkita-uchta boshqa ingliz insayderlari buni rad qilishyapti. Kuzatamiz. Balki bu qanaqadir o'yin bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin juda ham bir qiziq voqea bo'lyapti. Transfer yangiliklari bilan United aloqada kuzatishdan to'xtamanglar. Hali eng yaxshilari, eng zo'rlari oldinda. Come on United.